va hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Wildberries dronlar hujumiga uchradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. 18-iyulga o'tar kechasi Ukraina dronlari Rossiyaning Kotovsk, Tambov viloyati va Elektrostal, Moskva viloyati shaharlaridagi Wildberries marketplace'ga tegishli logistika markazlariga hujum qildi. Mahalliy OAV xabarlarga ko'ra, o'sha kecha Moskva va Tambov viloyatlaridagi neft bazasi hamda Wildberries omborlariga dronlar orqali hujum uyushtirilgan. Hodisa oqibatida 50 dan ortiq odam jarohatlanib, 7 kishi halok bo'lgan. Politsiya hamda FSB xodimlari Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida keng ko'lamli qo'shma reyd o'tkazdi. Ushbu tekshiruvning asosiy maqsadi migratsiya nazorati va yo'llardagi xavfsizlik bo'ldi. Tekshiruv tadbirlari qurilish maydonchalari, xususiy uylar, bog'dorchilik shirkatlari, shuningdek Pulka va aeroporti yaqinidagi yirik trassalarni qamrab oldi. Reydlar shaharning Moskovskiy tumanida va viloyatning Lomonosov tumanida bo'lib o'tdi. Bu haqda mintaqaviy IIBB matbuot xizmati vakillari xabar bergan. Reydlar davomida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari 317 dan ortiq kishini tekshirdi. Ulardan 159 nafari boshqa davlatlar fuqarolari bo'lib chiqdi. Politsiya xodimlari 18 nafar migrant Rossiyaga kirish yoki u yerda vaqtincha bo'lish qoidalarini buzganini aniqladi. Yana bir kelgan shaxs mamlakat hududida pasportsiz yashagani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Parallel ravishda yo'llarda davlat avtoinspeksiyasi xodimlari 173 ta avtomobilni tekshirib, yo'l harakati qoidalarini turlicha buzganlik uchun 18 ta bayonnoma tuzdi. Ko'pincha haydovchilar yo'l belgilari talablarini buzgan, nosoz mashinalarda yurgan yoki yonida kerakli hujjatlari bo'lmagan. Bir nechta haydovchi alkogol bo'yicha tibbiy tekshiruvdan o'tishdan bosh tortdi. Shu sababli ularning transport vositalari maxsus jarima maydonchasiga evakuatsiya qilindi. Yana bir haydovchi mashinasidan chiqayotgan juda yuqori shovqin darajasi uchun ma'muriy bayonnoma oldi. Leningrad viloyatining Lomonosov tumanida politsiya xodimlari tijorat obyektlarini tekshirdi. Ushbu ro'yxatga metallalom qabul qilish shoxobchasi va shinamontaj ustaxonalari kirdi. Ushbu obyektlarda inspektorlar 38 kishini tekshirdi. Ular orasida 8 nafar chet el fuqarosi bor edi. Tumanning ushbu qismida politsiya xodimlari hech qanday qonunbuzarlik topmagan. Moskvadagilar sizlarga ogohlantirish 20-iyulgacha Moskva oblasti targoviy sentrlarida, bu yerdan proverka bo'lib o'tibdi. Targoviy sentrlarda proverka boshlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangan konkretni. Agar kimda-kim norasmiy ishlayotgan bo'lsa, targoviy sentrlar ichida, ya'ni трудовой договор yo'q bo'lib ishlayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'lib turasizlar. Aynan o'sha трудовой договор yo'qlarga proverka ketyapti. Yaqinda o'zimizda yonimizdagi targoviy sentrlarni ham polniy proverka qilishdi. Aynan kelayotgan odamlarni emas, ichkarida ishlayotgan odamlarni proverka qilishyapti. Ya'ni трудовой договор bormi yoki yo'qmi? Hozir ko'chalarda ham proverka konkretni ko'paygan. Masalan, oddiy misol, mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, proverka ketyapti. Ko'chada ham, targoviy sentrlar ichida ham. Po maksimum dokumentinglarni chiroyli qilib taxlab qo'yinglar. Ishlaydigan joylarda трудовой договор bo'lsa, ularga ham bir qarab qo'yinglar. Charchamanglar, shunaqa yangiliklar o'tkazib Sverdlovsk viloyatida rasmiylar migrantlarning avtobus va marshutka haydovchisi bo'lib ishlashini taqiqlamoqchi. GIBDD tomonidan tayyorlangan qonun loyihasining yakuniy matni hozirda viloyat hukumatida kelishilmoqda. Rasmiylar Yekaterinburgdagi og'ir avariyadan so'ng ushbu hujjat ustida ishlashni tezlashtirdi. Ushbu fojia 10 iyunda Yekaterinburgda yuz berdi. Avtobus haydovchisi chorrahadan qizil chiroqda o'tishga harakat qilib, crossover bilan to'qnashgan va odamlarni urib yuborgan edi. Buning oqibatida 4 nafar piyoda halok bo'ldi. Ularning orasida 9 yoshli bola va uning onasi ham bo'lgan. Yana 5 kishi turli jarohatlar oldi. Avtobus rulida mehnat muhojiri bo'lgan. Tergov qo'mitasidagi so'roq paytida u gaz va tormoz pedallarini adashtirib yuborganini aytgan. Haydovchi RF Jinoyat kodeksining 264-moddasi bo'yicha ayblanib, hozirda hibsda saqlanmoqda. Unga 7 yilgacha koloniya jazosi berilishi mumkin. Shuningdek, ushbu yo'nalishga xizmat ko'rsatgan kompaniya direktori ham hibsga olindi. U xavfsiz bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganlik uchun RF Jinoyat kodeksining 238-moddasi bo'yicha ayblanmoqda.
Tergovchilar firma haydovchilarining ish va dam olish rejimini buzganini, avtobuslar texnik ko'rikdan o'tmaganini, xodimlar esa smena oldidan shifokorlar tomonidan tekshirilmaganini aniqladi. Ishning ikkala figuranti ham hozirda SIZOda saqlanmoqda. Sverdlovsk viloyatidagi inson huquqlari bo'yicha vakil Tatyana Merzlyakova migrantlarga jamoat transportini boshqarishni taqiqlash g'oyasiga qo'shilmaydi. Uning fikricha, muammo haydovchilarning fuqaroligida emas, balki ularning mehnat sharoitlaridadir. Uning fikricha, rasmiylar ish beruvchilardan talabni kuchaytirish kerak. Sverdlovsk viloyati rasmiylari va kuch tuzilmalari yo'l avariyalaridagi o'lim ko'rsatkichini 2 barobarga kamaytirishni rejalashtirmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqgacha oshishi kutilmoqda. Bu haqda Xalqaro energetika agentligining joriy yilning 3-choragi uchun e'lon qilgan gaz bozori hisobotida so'z boradi. Qayd etilishicha, Rossiyaning Yevropa ittifoqiga quvurlar orqali gaz eksporti 2026 yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5% ga yoki 0,4 milliard kub metrga oshgan. Ayni paytda Turkiyaga yetkazib berish hajmi joriy yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilga nisbatan 4% ga yoki 0,4 milliard kub metrga kamaygan. Rossiyaning Sibir quvvati quvur tizimi orqali Xitoyga gaz eksporti o'tgan yilgi darajaga nisbatan biroz oshgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari, Rossiya Markaziy Osiyo markaz quvur tizimi orqali Qozog'iston hududidan O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berishni ko'paytirishda davom etmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqgacha oshishi kutilmoqda. Rossiyaning suyultirilgan tabiiy gaz eksporti 2026-yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 8% ga yoki 2 milliard kub metrga oshgan. Bu o'sish asosan Yevropa bozorlariga gaz yetkazib berishning kuchaygani, o'tgan yilga nisbatan 18% ga o'sish hisobiga sodir bo'lgan. Yevropa ittifoqida Repower EU reglamenti kuchga kirmoqda. Unga ko'ra, Rossiyadan qisqa muddatli CTG importi 25 apreldan, quvur orqali gaz importi esa 17 iyundan boshlab taqiqlangan. Bu omil 2026-yilning ikkinchi yarmida Rossiyaning Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarida tabiiy gaz qazib olish ko'rsatkichlari turlicha ko'rinish olgan. Turkmanistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Bundan farqli o'laroq, O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi 2026-yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% ga yoki 2,6 milliard kub metrga kamaydi deyiladi hisobotda. Qozog'istonda esa xuddi shu davrda sotiladigan gaz ishlab chiqarish hajmi taxminan 8% ga yoki 1 milliard kub metrdan ko'proqqa kamaygan. Ozarbayjonda 2026 yilning dastlabki 5 oyida sotiladigan gaz ishlab chiqarish o'tgan yilgi darajaga yaqin bo'lgan. Mamlakatning quvur orqali gaz eksporti esa ushbu davr mobaynida deyarli o'zgarishsiz qolgan. Ushbu prognozga ko'ra, Yevrosiyoda gaz qazib olish hajmi 2026-yilda 2% ga oshishi kutilmoqda. Shunga qaramay, bu ko'rsatkich 2021-yildagi darajadan 19% ga pastligicha qolmoqda.